Yana bitta ajoyib yangiligimiz. Enorma. Ikki xil ta'm, ikki xil ko'rinish. Bittasi qulupnikali, bittasi vanilli. Korobkasidan ham bemalol hammasidan ajratib olaverasiz. Qaysi mahsulot ichida qaysi mahsulot borligini. Korobkasi ham juda ham gabarit, katta va yengil mahsulot. Buni ham ochib ko'ramizmi? Ketdik. Buni qaysi mahsulotga o'xshashligini sezgan bo'lsangiz kerak. Ko'rinishi mana bu ham yengil, 200 gram. Bu ko'rinishi. Endi ikkinchi ko'rinishni ochamiz. Qani bismillah. Fasobkalarinchi anaqadir blesk bordi. Yalti qilib turibdi. Polkada tursa ham, "Mana olib ket, mana sotib ol, mana yeb ko'r" degan mahsulotdan. Korobkasidan ham, mahsulotning o'zidan ham bemalol ajratib olaverasizlar. Bitta korobkada 12 ta bo'ladi. Men shu bittasini yeb ko'rsam nima deysizlar? Qani bismillah. Mahsulotning ko'rinishi. Qani bismillah. Hamkorlar uchun 78 kod bilan 380909